Barchaga assalomu alaykum, hurmatli demak onachilar. Hop, mavzumizni boshlaymiz. Yana mavzumiz o'sha 9-sinf imtihon 9-sinf 2024-2025-yil maktab imtihonida attestatsiya bo'limida ishlatilgan. Ya'ni misollarimiz yechimi ekan. Ya'ni 9-sinf tugashi, ya'ni imtihon javoblari desak bo'ladi. Yechimlarni biz qaysiga kelib qoldik hozir? Hop. 3 burchaklarni 12-mavzuni olib olgan bo'lsak, Mesela 13-mavzu ekan. 13-mavzu bizda 4 burchaklar, kvadrat, to'g'ri burchak, parallelogram va romb va trapetsiya bo'limi ekan. Bizda 13-mavzu deb qo'yaman, mavzuni bittalab yozib o'tirmayman. Ya'ni 13-mavzuning ichiga kiradigan barchasini ko'rib chiqamiz. 20 taga misol berilgan, shu 20 ta misolimiz hozir bizda 4 burchaklarga bo'linib ketyapti, kvadratlarga bo'linib ketyapti, to'g'ri burchakka bo'linyapti, parallelogram, romb va trapetsiyalarga bo'linib ketyapti ekan. Masalan, ba'zilariga bitta misol bor, ba'zilariga 2 ta, ba'zilariga 4 ta, ba'zilariga 6 ta misol bo'lishi mumkin. O'sha misollar berilgan bo'lsa, o'sha misollarni yechimlarini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi holatda ishlaydiganmiz demak. Birinchi misolimizda trapetsiyaga oid misol kelyapti ekan endi. Aytyapman, o'sha har xil bir misol berilyapti. Trapetsiya, romb, teng yonli trapetsiya deb aytilganmi, aytilmagan degan. Hop, rasmda ABCD trapetsiya belgilangan, tasvirlangan. Demak, A, B, C, D. Agar teng yonli bo'ladigan bo'lsa, ikkovini kattatiramiz. AY. Mana bizda o'rta chizig'i ham bor ekan bu trapetsiyaning. Ya'ni trapetsiya yuzi mana shu trapetsiya yuzini toping deyapti. Bizga mana bu AD ning o'rtasidan AC to'g'ri berilibdi. Shu to'g'ri berilayotgan bo'libdi. Hop, bizda borislar rasmda ko'rib turgan narsani yozib olaman, keyin shartni o'qiyman. Bular 30 gradus ekan, mana bu tomonlarimiz teng ekan. Hozir ko'rishim, bilishim bo'yicha bular 12 ga teng. Endi shartni o'qib ko'raylikchi. Hop. Rasmda ABCD trapetsiyaning yuzini toping. Bu yerda AY DY ga teng. Mana bu yer Y. AY DY ga teng demak, ikkala tomon teng bo'lakka bo'lib tashadi. Hop. BC 8 cm ekan. BC 8 demak, 8 haqiqatan CG. Ya'ni buning uzunligi 12 ga teng ekan. 12 bo'lsa-debdi. Bizdan so'rayapti. YS burchagimizdan berilgan 30 gradus. Mana bu bisektriya emas. Aytib ketaman demak shuni ham. Keyin 3 burchak yuzini toping deb. Mana shu trapetsiyaning yuzini toping deb ekan. Birinchi qiladigan ishimiz nima bu yerda? Birinchi qiladigan ishimiz bu yerda mana bu teng qismi bo'lyaptimi? Bu tomonga ham bitta nuqta tushirsam-da, menda qanaqa shakl hosil bo'ldi bu yerda? Mana bunaqa, ya'ni 3 burchak hosil bo'ldi. Shunaqami? Trapetsiyada bitta formula teorema bor edi-ya. Ya'ni qanaqa teorema edi bu? Trapetsiyaning uchidagi burchagidan chiqib qarshisidagi tomonning yarmiga yarmini teng bo'lakka bo'lib tashlaydigan bo'lsa, ya'ni teng bo'lakka bo'lib 3 burchak hosil qiladigan bo'lsa, o'sha 3 burchak bizda trapetsiyadan ikkitasiga teng edi. 3 burchakka teng edi. Yoki bo'lmasam 3 burchakning yuzasini so'raydigan bo'lsa, bu trapetsiyaning yuzasini yarmiga teng edi. Faqatgina bitta shart bilangina bu. Qaysi shart bilan? Qarshisidagi tomonning burchagidan chiqadigan nur deylik, yo kesma qarshisidagi tomonni teng 2 bo'lakka bo'lsa, teng 2 bo'lakka bo'ladi. Tomonni mana yuzani emas, bu ajratadigan kesmalarni. Hop, bo'ldi. Biz 3 burchak hosil qilib oldik keyin. Ya'ni yon tomondagi burchakka tushirib. Mana shu 3 burchak umumiy trapetsiyani yarmiga teng bo'lar ekan. Hop. Demak, mana bu 30 gradus, bu yer 12 gradus. Demak, bizdan endi topolamiz. S 3 burchak deylik. S 3 burchak. Ichidagi burchagi va tomonlari bor ekan. 1/2 A ko'paygan B bilan degan bo'lsa 12 ko'paytirilgan 8 ichidagi burchagi
sinus 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, sinus alfa edi. Demak, sinus 30 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. Qisqarib ketdi. 2 bo'lsa, bu 24 ekan. Demak, s trapetsiyamiz bizda nechaga teng bo'ladi shunda? Ikkita s uchburchak bo'ladigan bo'lsa, 48 ga teng bo'ladi. 48 santimetr kvadrat. Metrda bitirilgan bo'lsa, metr kvadrat bo'ladi. Santimetr ekan, demak santimetr kvadrat ekan. Hop. Ikkinchisi. Rasmda berilgan trapetsiya, rasmni chizib olamiz demak buni ham. Diagonallar berilgan ekan. Trapetsiyani diagonal. Diagonal o'tkazish shartini ham bilamiz. Uchburchak masalan diagonal o'tkazib bo'lmaydi. Hop. Demak, mana bu tomon A, B, C, D. Bu tomonimiz 3K ekan, bu tomonchi, bu tomon 4K teng ekan. Mana bu kesishgan nuqtasi Y nuqta bo'lsa-da, mana bu bizda yuzamiz 18 ga teng ekan. 18 ga teng bo'lsa, bizdan nimani so'rayapti bu yerda? Hop. Abisi trapetsiyaning yuzini toping debdi. Demak, hop biz shu narsalar berilyapti ekan. Demak, hop AB'miz 3K ga teng ekan. Demak, DS'miz 4K ga teng ekan. ABga uchburchagimiz yuzasi 18 santimetr kvadrat ekan. Hop, shuni toping ekan demak. Bu yerda nima qilamiz demak endi? Biz birinchi o'rinda mana bu yer S1 deydigan bo'lsak, mana buni S2 deydigan bo'lsak, buni nima qilaylik? S2, S4, S1, S1, S2, S3, S4 da bizda shartlarimiz bor bu yerda bizga teng bo'lgan oraliq borda. S1imiz S3 ga teng. Mana bu ikkita ajratilgan qismlar teng bo'ladi birga. Uchburchak, ya'ni trapetsiya xoslaridan. Mana bu agar bizda burchaklar berilgan bo'lsa, biz umumiy S trapetsiyani topish qanaqa edi formulasi demak? S trapetsiyamiz demak, ilizosida S2 plus ilizosida tepa burchagimiz past burchagimiz S4 direkmi? Ilizosida S4 ning umumiy qavs kvadrati edi. Ya'ni buni keltirib chiqarib o'tirmaylik, xotirjam formulada foydalanyapmiz. Agar keltirib chiqarsak ham bo'ladi, ya'ni masalan mana bu ichidagi burchagini alfa desam, bu tomon ham alfa. Shunaqami? Bu yoq bitta bo'lsa, bu tomon ham bitta. Har bittasini keltirib chiqarish ham bo'ladi. Hammasi bir xil narsa ekan. Keltirib chiqarsak ham, hozir masalan S1 ni o'zi S1 bu tomonga teng, ikkalasi umumiysi S1 S2 S4 bilan S2 ni ko'paytmasini ilizdan chiqarganiga teng. Undan ham foydalansak ham bo'ladi. Hop biz endi uchburchak o'xshashlikdan foydalanamiz. Mana bu burchak umumiy burchak bo'lganchimizda. Demak, yuzalarning nisbati tepamiz 18 ekan. 18 taqsim demak S4 teng ekan bu tomonda 3K ning kvadrat taqsim 4K ning kvadrat. Tomonning kvadratlarining nisbatiga. Demak, bu yoqdan 9 taqsim 16 bo'lyaptimi? Qisqartirib oladigan bo'lsak, bu 2 bo'ladi. S4imiz bizda teng bo'lyapti ekan 32 ga. S4 ni topib oldik. To'g'ri 6 joyga qo'yadigan bo'lsa, juda ham oson narsa bo'lib qolgan bu, shundaymi? Demak, S2 imiz 18 ga teng edi. Ilizosida 18. 18 plus ilizosida 32 ning kvadrati. 18 nima degani? 3 ilizosida 2. Bunisi 16 bo'ladigan bo'lsa, 4 ilizosida 2. 7 bo'ladi. 7 ning kvadrati 49 bo'ladigan bo'lsa, 49 2 ga ko'paytirib oladigan bo'lsam 98. Ya'ni biz umumiy trapetsiyamiz yuzasi 98 ga teng bo'lyaptimi? 98 santimetr kvadrat bo'lar ekan. Ya'ni mana shu umumiy trapetsiyamiz yuzasi ekan. Xo'p, keyingisi. Uchinchisi. Bu ikkinchi misolimiz edi. Uchinchisida rasmda tasvirlangan rasm bizga berilyapti. Trapetsiyaga oid misollar ham adashmasam ko'pi. Chunki trapetsiya hammasi birinchi boshdan trapetsiya boshlandi, balkim o'rtasiga kelib rom-pom bo'lib ketar. Yoki to'rttadan bo'linar har bitta bo'limimiz. O'tgan misollarga o'xshab. O'tgan bo'limda shunaqa bo'ldi-ku. Bizda bor narsalardan foydalanamiz demak. Xo'p, bu tomon 90 gradus ekan. Xo'p. A B C D. Xo'p, rasmda tasvirlangan ABCD trapetsiyaning yuzi toping degan. Xo'p, bu yerda AD'miz AD4 deydi. AD4 BC ham 4 ekan, demak teng o'rin ekan. 4. Xo'p,
4 bo'ladigan bo'lsa, ABC diagonal bor ekan bizda. Mana bu yerda mana bu burchak bizda teng yonli burchak bistrisa bo'lgan ekan ham. Bu bilan bu teng ekan. Teng bo'ladigan bo'lsa, o bitta narsa zo'r narsa kelib qoldi. Qarang, mana buni davom ettirsam-da, hop, bunaqasiga davom ettirsam. Mana bu alfa bo'lsa, mana bu ham alfa deganimiz hozir bizda. Mana bu ham alfami? Alfa ya. Mana bu o'miz 2 alfa bo'ladigan bo'lsa, mana bu nima bo'ladi bizda? Bu ham 2 alfa bo'lib qoladimi? Mana. 2 alfa bo'ladigan bo'lsa, demak, o'miz 3 alfa 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu bizning necha gradusda? 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu yer necha gradus degani? Bu 2 alfa yozib qo'ying, bu 60 gradus deganimi? Bu o'sha narsa boya ishlab ko'rganim yo'q, qarab ko'rgandim, esimga kelmagandi bu. Demak, bizdan endi bitta balandlik tushirib olsak mana bu. Chunki trapetsiyani topib olish uchun bizga asos kerak bo'ladi-da, asos bilan tepa qismi. Xo'p, balandlik tushiradigan bo'lsam, qarshi mana bu 30 gradus deganimi? Qarshida katetni gipotenuzaga nisbati, qarshida qanaqa katet bor? X bor-da bu yerda hozir. Demak, sinus 30 gradus, men bir marta yozib ketaman. Bu tomon 2 bo'lgan ekan aslida. 4 taqsim x taqsim 4. Shunaqami? Bu 1 taqsim 2 midi? Ximiz teng ekan 2 ga. X topib oldik biz hozir mana shu yerda. Mana bu bir qismni topdik. Xo'p. Endi bu tomoni ham 2 da hozir topsam, topmasam 2 ga teng. Menga endi nima kerak hozir? Xo'p, bu yoq 2 bo'ladigan bo'lsa, biz trapetsiyamizni topa olishimiz kerak hozir endi qolgan joyini ham. Mana bundan foydalansak-da, endi bu yer 2 bizda, 2ligi bor. Mana bu yer 2 chiqdi. 4 dan demak, xo'p, 60 30 bo'ladigan bo'lsa, 16 bo'ladimi bu tomon? 16 bo'ladigan bo'lsa, men balandligim necha bo'lganligini topib olaylik hozir, chunki balandligim kerak hozir menga. Bu tomon mana bu yergacha bo'lgan qismni topib olish uchun. Demak, h kvadratim teng ekan 16 minus 4. H'imiz teng ekan, demak, xo'p, 12 bo'ladigan bo'lsa bu 2 ildizosi 3 degan. Mana bu h topdik biz, 2 ildizosi 3 ekan bu. Demak, endi qarshida katetni, qarshisi katet demayman buni endi. Tangensiyadan foydalanaman, mana bu tomon chiqadi menda hozir tangensiyadan foydalansam. Tangensiyadan foydalansam shu yerda chiqadi, xo'p. Yo'q, foydalanmagan shuni. Avval foydalanan shuni. Tangens 30 gradus. Qarshida katetni yopishgan katetga nisbatan mana y dedim. 2 ildizosi 3 taqsim y ni, demak, bunga nisbat bo'ladigan bo'lsa, xo'p. 1 taqsim ildizosi 3 barobar 2 ildizosi 3 taqsim y. Y teng ekan 6 ga. Demak, y 6 ga tengsa, bu yer qolgan o'sha qoldirdim ko'zimga. Demak, mana bu yergacha bo'lgan umumiy kesmani uzunligi nimaga teng bo'lyapti? Bu yoq 2 edi. Mana bu yergacha bo'lgan qism bizda 6 ga teng chiqdi. Trapetsiyamiz asosini A, B deydigan bo'lsak, bu bizda x plus y ga teng bo'ladigan bo'lsa, ximiz 2, y'imiz 6 chiqqan, demak 8 ekan. Mana bu yerdan bitta balandlik tushirsam-da, bu yoq 2 bo'lsa, bu yoq ham 2 mi? 2 2, 8 dan x ketdi. Demak, o'rta 4 bo'lgan bo'lsa, tepasini 4 ekan. Xo'p, ana. Endi trapetsiyaning formulasi qanaqa edi? S trapetsiya barobar A plus B taqsim 2 ko'paygan h edi. Ko'ramiz demak, S trapetsiya. A'miz 4, maqpasi 8 taqsim 2 h. H nechi? 2 ildizosi 3. 2lar ketdi. Javob 12 ildizosi 3 ga teng bo'lgan ekan. Tushunarli? Ketma-ket e'tiborli ko'rsalaringiz ham buncha bo'yalib qolmadi, tushunsa bo'ladi. Ketma-ket yozib boshlaringiz o'zlaringiz ham tushunib olasizlar. Xo'p, 4-inchisi. Rasmda tasvirlangan, buni rasmini chizib olaylik birinchi, keyin
shartni o'qiymiz. Trapeziya berildi. A, B, C, D degan bu yerda ost tomonlari A, B, C, D. Bizda berilgan ma'lumotlar. Endi bu tomonga chirilgan 90 gradusimiz bor. Pifagor teoremasi degan bo'ladi. Ya'ni diagonal bor ekan. Diagonali qarshisidagi tomonga to'qson gradusga tushar ekan. Hop, 90 gradus bo'lgan bo'lsa, bizda endi tepa qismi 5 ga teng, trapeziya teng yon trapeziya. 5 ga teng, past esa 13 ekan. Teng yonli trapeziya. Hop. Teng yonli trapeziya bo'ladigan bo'lsa, bu tomon 5, bu tomon mana bu tomon 13, bu tomon berilmagan hozircha. Teng yonli trapeziya bu ham burchaklar bo'linmagan. Bitta ish qilamiz endi. Mana shu yerdan pastga qarab baland tushirsam nima bo'ladi? Hashmi mana bu 13 bo'lgan bo'lsa-da, umumiy. Men tirasa qiziqdi. Mana bu ham 5 mi? Mana bu ham 5 mi? Bu 5 bo'lsa, o'zi 13 ikki 5 olib tashladik 13 dan. 8 qolyaptimi? Bizda bu teng yonli, mana bu qismlar tengmi? Bu ham nechidan bo'lgan shunda bizda? 4 dan bo'lgan. Bu tomon 4, bu tomon 4. O'zi hozir nima qilsak bo'lardi? A minus B taqsim 2 o'zi burchak tomonidan topib olish formulasi bor. Uni qo'ymaydi. Teng yon deganni topib oldik. Bu yoq 4 bo'lgan bo'lsa, endi mana bu yoq 4 bo'lgan bo'lsa, endi men balandlikni nima ishlataylik-da? Balandlik formulasini bilamiz, yodlab qo'yganmiz, ishlatmay yurmaylik. Shuni ishlataylik balandlikni ham, hni ham. H nimaga teng? H ilzosida 4 ko'paygan 9 ga teng edi. 36 bo'ladigan bo'lsa 6. H'imiz demak 6 ekan. Xo'p. H'da optik tomonlari bor demak. S barobar past 13, tepa 5 taqsim 2 ko'paytirilgan 6 qisqarib ketdi 3 bo'ldi. 18 bo'ladigan bo'lsa, demak 54 ekan. 54 santimetr kvadrat. Keyingisi 5-inchisi. Misollar osonlashyapti. Sezyapsizlarmi? Hop, trapeziya berildi. A, B, C, D tomonlari, burchaklari. Mana B, C, D bo'ladigan bo'lsa, bizda diagonallari bitta 90 gradus burchak ostida kesishadi bitta. Ya'ni 90 gradus. Hamma tomon 90 dan 360 bo'ladi-ku. Teng yonli ekan. Hop, bizda tepa asos bilan pastki asos berilgan 8. Nima qilamiz? O'rganib yashlashdi. Bunga bitta demak, balandlik tushiraman tepadan. Baland tushirdim. Balandlik tushirgan bo'lsam-da, mana bu umumiy 8 midi? Bu yoqda baland tushirsam hozir 4 ketadi bu yerdan. 4 ketgan bo'lsa demak, xo'p, bu yerda necha qoladi endi? 2 kub qoladimi? Bu tomonchi, mana 2 bo'ladi. Mana bu yergacha bo'lgan qismi nima bo'ladi endi? 6 kub qoladimi shunda menda? 8 edi-ku. 6 qoladigan bo'lsa, xo'p. Men nimani topishim kerak hozir aslida? Menga nima kerak? Men endi balandlikni mana bu yerdan tushirsam-da, nima o'zgaradi? Bu yerdan tushirmayman, baland. Mana shuni tushiraman. Chunki mana katta balandlik menga kerak emas, nima qilaman men? Topib qo'y. Katta balandlik kerak emas. Mana shu baland tushiraymi, nima bo'lar ekan? Mana teng yonli, mana bu demak teng yonli bo'lgan bo'lsa, bu balandligim menda h1 deyin. Teng yonlidan bo'lsa, teng o'rtasidan bo'lib tushadi demak. Bu tomon 4 bo'lsa, bu tomon 4 ga bo'lib tushadi. Demak, h1 ning qiymati ham 4 ekan. Bundan kelib chiqadi 4 bo'ladi. Ya'ni 4 ko'paygan 4 o'zidan chiqarsa, ham 4 chiqadi. Endi bu h1 edi. Mana bu uchburchak uchun. Uchburchak uchun. Tepa qismga bitta baland tushirsak mana bunaqasiga. Nima bo'ladi? 2 dan bo'lib tashlaymiz. Demak, h2 mizdan bizda 2 ekan. Umumiy h degani h1 plus h2 degani bo'ladi. Bunisi nimaga teng bo'ladi? 6 ga teng bo'lar ekan. Bu yoq 2, bu yoq 4. 6 ekan. Umumiy hashimiz 6 ekan. Umumiy hash 6 bo'lsa bizda nimani so'radi endi?
Trapetsiyani o'zini topyapti ekan. S trapetsiya deyman. Demak, menda A plus B taqsim 2 ko'paygan h bo'lgan bo'lsa, bu menda umumiy h kvadrat teng qoladi. Ya'ni A plus B taqsim 2 miz ham bizda h ga tengda. Buni o'ylab qaraydigan bo'lsak. Xo'p, chunki A plus B nimaga teng? 4. O'y, maxraj 8 edi, past asos 8, 8 asos 2 h kvadrat h ga teng ekan. Ikkalasi bir xil narsa bo'lib qolyapti. Xo'p, demak, yoki masalan 10 ga qo'yadigan bo'lsak, to'g'ri, ba'zi misollarda boshqacha chiqib qolishi mumkin. Demak, umumiy asosimiz bizda 8 bo'lgan bo'lsa, 8 plus 4 taqsim 2 ko'paytirilgan demak 6 ekan. Demak, javob 36 bo'lyapti. 36 gradus emas, 36 santimetr kvadrat. Keyingisini ko'ramiz endi. Xo'p, keyingi misolimizda bitta umumiy ko'rinishda formula yozib ketamizmi? Trapetsiya uchun bitta formula yozib ketaylik. Misol emas bu formula. Teng yonli trapetsiyada diagonallari 90 gradusga kesishadigan bo'lsa, yuzasi h kvadrat teng qolar ekan. Keltirib chiqarib ko'rdimda. Ya'ni boya emas, o'zi oldinroq milliy sertifikat imtihoniga tayyorlanuvchilar uchun bitta misol ko'rgandik-da. Shunga keltirib chiqargandik. Shu keltirib chiqarish to'g'ri ekan. Ya'ni h kvadrat teng qolar ekan. Hoyisini kelib qolish. Boyagi o'tgan misolimizda, ya'ni 5-misolda shuni qo'llasak bo'lardi. 5-misol ishlab ko'rdik, ishlanishi bilan. Xo'p, h kvadrat teng bo'ladigan bo'lsa, mana 6-misolimizga qarang. Bir xil tartibda kelyapti-da. Ziyod keltirib chiqarishlari kerak emas. Xo'p. Qiziquvchilar bo'lsa yozsa, keltirib chiqarishni ko'rib beramiz. Demak, xo'p, bizda teng yonli A, B, C, D teng yonli. Bizda umumiy katta balandlik bor bu yerda hozir. H. Bizda aytyapti ekan, H tengdiribdi, H 4 ga tengdi. H 4 ga teng AY. Mana bu Y burchak bizda balandligimiz. AY 4 bo'lsa, AC demak AC BDga perpendikulyar ekan. D dan A gacha bo'lgan masofa B dan C gacha bo'lgan masofaga teng ekan. Mana bu 0 nuqta. Ya'ni diagonallari kesishgan masofa. Bizdan nimani so'radi? O'sha umumiy bizga berilgan trapetsiyaning ijosini so'rayapti. S trapetsiya demak nima dedik? H kvadrat teng qolar ekan dedik mana shu holatlarda. Shu formuladan foydalanadigan bo'lsak, h kvadratimiz h'imiz necha dedik? H 4 bo'ladigan bo'lsa, demak 4 ning umumiy kvadrat bo'ladigan bo'lsa 16 ga teng bo'lyapti ekan. Qarang, ko'ryapsizmi? Misol osonlashib ketyapti. Ya'ni biz formulani keltirib chiqarishni yoki masalan yodlashni bilishimiz kerak. Yodlashni bilsak ham yoki yodlasak yoki keltirib chiqarsak. Keltirib chiqarsak qancha zo'r. Yodlash esdan chiqib ketadi, keltirib chiqargan esdan chiqmaydi. Qoladi-ku. Keltirib chiqarish xohlagan vaqtda keltirib chiqarasiz. Yo sizda ikkita imkoniyat bo'ladi. Yoki yodlash yoki keltirib chiqarish. Masalan, men bitta imtihonga kirganimda vaqtni yodlaganman, chunki men vaqtim bo'lmagan keltirib chiqarib o'rganishga. Imtihondan keyin universitetda o'qigan davrimda esa onda endi bemalol, onda endi keltirib chiqarish o'rgansam bo'ladi. O'quv markazida ishlaganda ham keltirib chiqarishni o'rganishga vaqtingiz bo'lmaydi. Asosan o'zingiz isingizda ko'p ishlaysiz, lekin keltirib chiqarish bitta narsasida keltirib chiqarmaysiz, bu yerda endi bitta narsani keltirib chiqarmaysiz bu yerda. Siz keltirib chiqarishlarni shu universitet davrida o'qib o'rgangan bo'lsangiz, endi ular yordamida o'sha berilgan misolni qulayroq usulda, ya'ni faqat keltirib chiqarishga emas, balki boshqacharoq, soddaroq yo'llarni qidish boshlaysiz. Agar keltirib chiqarishni ham bilmasangiz, unda siz bitta notamoni bor. Keltirib chiqarishni o'rganishingiz kerak, keyin qolgan usullarni o'rganish kerak deb o'ylayman, mening fikrim bu. Rasmda tasvirlangan ABCD trapetsiyaning yuzi bu yerda DO. Mana bu A dedik. DOmiz demak 2 ekan. DO 2, AB 1. Bu tomon 1 ekan. Teng yonli DA
D'dan A'gacha bo'lgan masofa teng, C'dan B'gacha bo'lgan masofaga ikkalasi teng ya'ni. Demak, mana bu ham 1-2 nisbat degani. Demak, bundan kelib chiqib. Mana bilmaydi. 90 gradus bu. Ya'ni teng yonli trapetsiyada diagonallar kesishgan nuqtasi 90 gradus qoladi. Xo'p. Bundan endi nimani topsak bo'ladi biz hozir? Mana bu yer 1 bo'ladigan bo'lsa, 1 bo'lsa, bu tomon necha bo'ladi? Bu tomon ildiz 2 bo'ladi. Mana bu tomon 2 bo'ladigan bo'lsa, bu tomon necha bo'ladi endi? Pasent Pifagor teoremasida ildiz 2 bo'ladi. 2 ildiz 2 bo'ladi. Balandlikchi? O'y, katta balandlik. Balandlik nimaga teng bo'ladi? Mana bu nuqtani topa olamanmi hozir? Bu nuqtani-chi? Buni ham topa olaman, buni ham topa olaman. Mana bu yer bizga nimaga teng? A minus B taqsim 2 ga. Mana bu yer. Bu shuni qolgan qismi. Demak, menda hashim bundan kelib chiqar ekan. Xo'p. Umumiy hash bizga nima kelib chiqyapti shunda? Mana bu yer. Bunda ham mayli, ikkita balandlik tushirib olsam bo'lar ekan hozir. Mana bu tomon demak ildiz 2 taqsim 2 bo'lib qolar ekan menimcha. Mana bu yer ildiz 2 bo'ladigan bo'lsa, 2 bo'ladigan bo'lsa, bu tomonimiz ham ildiz 2 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, bu tomonga kerak emas hozir. Xo'p. Umumiy esa ildiz 2 bo'lgan, 2 ildiz 2 bo'lgan bo'lsa, demak 2 ildiz 2 dan ayirib tashlaymiz. Ildiz 2 taqsim 2 ni 1 taqsim 2 ni, ya'ni 1,5 bo'ladi bizda. 3 taqsim 2 ildiz 2. Bu menga kerakmi hozir? Nima qilyapman o'zim? Mana buni balandlikni tushirsam past tepaga qarabdi. Teng yarim bo'laman, demak h1 desam tepasini. h1 menda nimaga teng bo'ladi? O'zimni qiynab o'tiribman hozir. Mana bu ham, mana bu ham kerak emas bizga. Mana bu ham kerak emas. S trapetsiya A plus B taqsim 2 ko'paygan h. Mana bu narsa bizga nima beradi? H beradi. Demak, bu h kvadrat bo'ladi. S trapetsiya demak, yoki buni o'rniga A plus B taqsim 2 qo'yib yuborsak bo'ladi. Bu tomon 2 ildiz 2 chiqdi, men balandlik kerak emas bizga hozir. Xo'p, 2 ildiz 2 qo'shib yuborsam 3 ildiz 2 mi? 3 ildiz 2, 3 ildiz 2 taqsim 2 ning kvadrati bo'lib qoladi bu. Kvadrat bo'ladigan bo'lsa, demak, xo'p, bu 9 ko'paytirilgan 2 taqsim 4 bo'lyapti ekan. Qisqarib ketsa, demak 4,5 chiqyapti ekan bu. Ya'ni mana bu shu umumiy trapetsiyamiz yuzasi 4,5 teng bo'lgan ekan. 8-si. Parallelogram berilibdi. Parallelogram bilamiz, qarama-qarshi tomonlar teng bo'ladi. Xo'p. Ikkita o'tkir va o'tmas burchaklarning yig'indisi 180 gradus teng bo'ladi. Uni ham bilib qo'yganmiz. Yaxshi, hozir keladi o'rnina sizda. Adashmasam A, B, C, D tomonlar berildi. Bizda berilgan ma'lumotlar shular va endi yana qayerlar berilganini ham o'qiyman. Mana tepasi 8 ildiz 5 ga teng ekan. 8 ildiz 5 ga teng. Demak, bu parallelogram romb o'qimiz. Bu romb ekan. Romb qiladigan bo'lsa, demak, romb tilolari bizda rombning barcha tomonlari teng bo'ladi. Rombning barcha tomonlari teng bo'ladigan bo'lsa, bu tomon ham 8 ildiz 5. Hamma tomon 8 ildiz 5 dan. Mana tomon 8 ildiz 5. Bu tomon ham. Xo'p. Rombimizni topyapti. Biz A B 8 ildiz 5 ga teng bo'lsa, BD. B'dan D'gacha bo'lgan masofa ikkita A'siga teng ekan. B'dan D'gacha bo'lgan masofa. Ya'ni B'dan D'gacha bo'lgan masofa ikkita A'siga teng. Mana bu x dan bo'lsa, endi 2x bo'lgan bo'lsa, bu endi 2x dan bo'ladi buni qiymati endi. Nimaga? Chunki 2 marta katta deyapti-da. Mana 90 gradusdan, ya'ni rombning diagonallari har doim 90 gradus burchak ostida kesishadi. Mana bu tomon x, bu tomon 2x. Demak, Pifagor bog'iga qo'yadigan bo'lsak, x kvadrat plus 4 ta x kvadrat teng ekan 64 ko'paygan 5. 5x kvadrat teng bo'lyapti 64 ko'paygan 5 bo'lsa, 5 ta qisqarib ketdi. X'imiz teng ekan 8 ga. Bizda rombning diagonallari berilgan endi. Demak, A simiz 2x bo'lgan bo'lsa, bu 16 ga teng. B D bizda
4x bo'ladigan bo'lsa, 4 ko'paygan 8 bo'ladigan bo'lsa, 32 ga teng. S demak romb bizda demak ikkita trapetsiyaning ko'paytmasini yarmiga teng. Bu yerda sinus alfaning qiymati 90 gradus bo'ladi, 1 ga teng bo'ladi. Qisqarib ketsa demak 16 bo'ladigan bo'lsa, bu bizda 256 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni rombning yuzasi. Xo'p, keyingisi yana trapetsiya berilyapti. Navuncha trapetsiyaga aylantirib misol beryapti. 9-si. Rasmda tasvirlangan ABCD trapetsiyaning yuzini topibdi. Rasm hop mayli, topsak topamiz. Rasmni chizib olaylik birinchi. Hop, bizda A, B, C, D trapetsiya berildi. Tepa asosi 2 ildizosi 3 ga teng ekan. Diametr ketadi. Hop, diagonallari berilgan 120 gradus. Ha, teng yo'l ekan. Teng yo'lli bo'lsa, teng yo'lli uchburchakning ichidagi burchagi 120 gradusga teng bo'lsa, uning asosidagi burchagi nima bo'ladi? Teng yo'lli bo'lsa, A ildizosi chiqadi agar hamma tomon A da bo'ladigan bo'lsa. Hop, mana bu tomon bizda hop, o'zi bu tomon berilgan 10 ildizosi berildi ekan. Bizdan nimani so'raganimiz bo'ldi? Hop, 10 ildizosi chiqadigan bo'lsa, bu teng yo'llida, teng yo'lli. Mana bu tomondan nechdan bo'lgan? 10 dan bo'lgan bu. Bu tomonlarchi 2 ildizosi bu tomon 2 dan bo'lgan bu. Mana bu yerdan 120 gradus. Agar kimdir agar yo to'xtang, o'zim ishlab ko'raman, qanaqa keltirib chiqaraman bu desa, kosinuslar teoremasini qo'yarsak bo'ladi. Hozir bu tomonni A, bu tomonni A deb turib, bu qarshisidagi tomon. Qarshisidagi tomonning kvadrati teng bo'ladi yon tomonlarning kvadratlarining yig'indisi va 2 minus 2ab kosinus alfaga. O'shasiga ham qo'yib olsak bo'ladi. Bizda diagonallar bor endi. S barobar. Mana burchak necha gradus bo'ladi? 60 gradus bo'ladi. Hop, S trapetsiya 1/2 D1 ko'paytirilgan D2 sinus phi burchak deb olaylik. Yoki sinus alfa burchak deb. S trapetsiya 1/2 10 bo'lsa bu tomon 12 mi? 12. 12 ning kvadrati deb aytmoqchi. Ikkala tomon bir xil. 12 ning kvadrati bu 60 gradusda sinusning qiymati ildizosi 3/2 ga teng. Bo'ldi, shuni hisoblab qo'ysak, bizda umumiy trapetsiyaning yuzasi kelib chiqadi. 12 ning kvadrati 144, 144 ga bo'lamiz, 36 bo'ladimi? 36 ildizosi 3 yoki bo'lmasam xato hisoblagan bo'lsa, boshqatdan hisoblab qo'yamiz. O'ninchisi. To'g'ri burchakli trapetsiya berilyapti ekan. A, B, C, D. Demak, bizda berilgan tomon mana bu yer berilyapti 60 gradus. Tepa 4 ekan. Tepa 4 ekan, boshqa qayerda berilgan? Rasmda tasvirlangan to'g'ri burchakli ABCD trapetsiya yuzini topibdi. Bu yerda bizda AB 4, demak mana bu tomon 8 degan berilibdi. Bo'l, shuni yuzini topyapti ekan. Demak, xo'p. Nimadan foydalanamiz? Mana shunday bitta balandlik tushirsam-da. Bu yoqda bilan 90 gradusmi? Bu tomonda bilan endi 30 gradus. Qarshida katetning gipotenuzaga nisbatan mana bu yer 4 bo'ladi. Pastga shunday parallel tushirsam-da, bu yoqda bo'ladi, bu yoqda ham 4 bo'ladi. Xo'p. Umumiy menda mana bu past asos bor hozir. Pastki asos bor. Nima qilishim men? Mana bu yer menga berilgan joy bor, bizda bu yer ham tepasi ham. Bu tomonni topib olamiz hozir. Topib qo'yaylik, masalan, balandlikni bu tomonni topib qo'yaylik, bizga hozir kerak bo'lar ekan. Qaysini topamiz? Kosinusdanmi, sinusdanmi?
Farqi yo'q. Qarshisida katning gipotenuzaga nisbat bo'ladigan bo'lsa, sinus 60 gradus ildiz 3 taqsim 2. Bu tomon h bo'ladigan bo'lsa, h taqsim 8. H'imiz teng ekan 4 ildiz 3 ga. Xo'p. Demak, trapeziya formulasini foydalanamiz bu yerda. Demak, S trapeziya A plus B taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa 8 4. 8 ga 4 ni qo'shib yuborsak necha bo'ladi? 8 ga 4. 12. 12 taqsim 2 ko'paygan h esa 4 ildiz 3. Qisqaradigan qisqarib ketdi, demak 2 bo'lyapti ekan. Demak 24 ta ildiz 3 bo'lyapti. Keyingisini ko'ramiz endi. 12-chi to'g'ri burchakli trapeziya berilyapti. o'n birinchisi. Mana shu yerga sig'dira olsak kerakmi? 11. Buni ishlaylik, keyin boshlaymiz. Demak, trapeziya berilibdi bizda. To'g'ri burchakli trapeziya. Hop. Demak, A, B, C, D berilyapti. Bizga berilgan joylari bor. Mana bu joy berilgan. Mana bu qismi berilgan, bizdan shu qismi berilgan joyi bor. Xo'p. Bu tomon 7. Mana bu tomon bu yoq 90 gradusdan. Bu ham 90 gradus. Xo'p. Mana bu yer 2. Bu Y tomon, Y burchak. Bu tomon 10 ekan. Xo'p. Bizda mana bu narsa bistrisi ekanda, teng ekan ikkalasi. Ikkalasi teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu tomon demak, bu 10 bo'ladigan bo'lsa, mana bu tashqi bistrisi olib qo'yasiz o'zi. Mana qancha chizadigan bo'lsam. Tashqi bistrisi olib qo'yapti bu. Teng bo'ladigan bo'lsa, demak, endi mana bu 10 bo'lsa, bu ham 10 degani. Teng yon yo'q qolyapti. Xo'p. Mana buni bitta baland tushirsamda, baland tushirsak. Xo'p. Baland topa olamizmi shu narsani biz hozir? Hozir shu holat bo'yicha. Qanaqa topsak bo'ladi? Mana bu hozir bir balandlik tushirmagan holatida mana bu alfa bo'lsa, bu ham alfa. Alfa bo'ladigan bo'lsa, mana bu yer ikkiligi bor bizda. Bitta qiymatchov 2 bo'ladigan bo'lsa, men bunaqa qilmoqchiman hozir. Bitta tepaga bunaqa ko'rinishda tushirib kelmoqchiman pastga. Hozir. Mana shu 2 ga to'g'rilab tushirdim. Mana bu yer 2 bo'lsa, bu yer 5 bo'ldi. Mana bu yer 2, bu yer 5 bo'ladigan bo'lsa, men hozir yon tomonni topmoqchiman. Mana bu yer 10 dedimmi? Teng yon deyapman. Mana 90 gradus bo'ldi. 10 ning kvadrati demak, xo'p, bizda 100 bo'ladigan bo'lsa, 100 dan 25 ni ayiradigan bo'lsa 75. 75 bo'ladigan bo'lsa, mana bu narsa bizda 5 ildiz 3 degan. Demak, biz hali balandlik topib oldik-da hozir. Balandlik 5 ildiz 3 ga teng ekan. Demak, endi balandlik tushirsak bo'ladi endi. Balandlik 5 ildiz 3 bo'ladigan bo'lsa, bu yer qanchadan bo'ladi demak? Bu ham 5 bo'ladi, bu tomon ham 5 bo'ladi. Umumiy bizda asosi, berilgan trapeziyamizning asosi nechaga teng bo'lyapti? 5, 5, 2, 10, 12 ga teng bo'lyapti ekan. Tepachi, tepa 7 ga teng, asos 12 ga teng. Balandlik 5 ildiz 3 ga teng. Xo'p. Necha bo'lib qoladi bu endi? Ishlab ko'raylikchi demak. S trapeziya 7 plus 12 taqsim 2 ko'paytirilgan 5 ildiz 3 balandlikka. 19 bo'ladi. 19 ni ko'paytirib olsam 5 ga 95 bo'ladi. 95 ni 2 ga bo'laveradigan bo'lsa 47,5. 47,5 ildiz 3. Yo'q bo'lmasa 95 taqsim 2. 95 taqsim 2 ildiz 3. 95 taqsim 2 ildiz 3 degan javob kam holatda keladi. 10 kasra ko'rinishda keladigan bo'lsa, bu holatda yechib olamiz. Keyingisi.
Hop. 12-si. Hop, 12-chisida ham bizda teng yonli trapesiya, teng yonli emas, to'g'ri burchakli trapesiya berilyapti ekan. Bu yerda berildi. Demak, hop bu yerda bizda diagonal bor. Bu diagonal bistrisi vazifasini bajaryapti. O'tkir burchakni ichidan chiqarish diagonal bistrisi vazifasini bajaryapti ekan bu. Bu tomon 12ligi bor. 12ligi bor bo'ladigan bo'lsa, hop, bizdan endi mana bu 90 gradus. Bu tomon 15. Bu tomon 15 bo'ladigan bo'lsa, hop. 90 mana bu burchak bizda bormi? Ha, bu 90 edi. 90 bo'ladi. Hop, 90 bo'ladigan bo'lsa, hop, A bizda trapesiya bu yerda AB 15 ga teng, AB'miz 12 sm, AC 5 bo'libdi. Hop, 5 bo'ladigan bo'lsa, shundan biz foydalanishimiz kerak hozir. Hozir o'ylayman qanaqa foydalanib ketishimiz. Mana bu yer alfa bo'lsa, bu tomonim alfa bo'ladigan bo'lsa-da, alfa bo'ladigan bo'lsa, hop, alfa plus alfa buni qiladigan bo'lsam, agar hozir bitta parallelogram yasab oladigan bo'lsam bu yerda mana bunaqa ko'rinishda parallelogram yasaydigan bo'lsak, mana bu ham 15 bo'ladi. bo'ladigan bo'lsa, endi 15 bo'ladigan bo'lsa, bizda hozir burchaklar noma'lummi? Shuni keltirib olsa ekan. Ya'ni burchak qilib, sinus kosinus qilib burchakdan keltirsak ham bo'ladi lekin. Hozir mana bu chizmamizdan mana bu narsa parallelogram, ya'ni romga o'xshab qolyapti. Chizmani boshdan chizib ko'raylik-da. Chizmadan boshdan chizib ko'raylik. Chizmani o'zida tafosik bo'lar ekanda. Ketib qoldi hozir. Qayda? Muhim deganimizda bizda mana bu narsa nima? Bistrisa bu. Bu bistrisa. Alfa bo'lsa, bu tomonim alfa. Xo'p, endi men shuni ish qilishim kerakki, mana bunga parallel bu tomondan narsa ko'chirishim kerak. Parallel desam bu nima bo'ladi? Romb bo'ladi-da bu. Ya'ni mana bu burchak teng bo'lib tashyapti burchaklarni. Mana bu tomon 15 bo'lsa, bu tomon ham 15. Bu 12, mana bu tomon 15 bilan romb teng. Romb bo'lib qoldi bizda 15. Chunki mana bu tomon bizda hozir teng tushirgan, bu tomoniga teng ko'chirganimizda teng qoladi. Chunki mana bunga teng ko'chiryapmiz-da, pastga tushiryapmiz. Balandlik emas. Bu ham bizda o'zi yon tomoniga parallel. Shu narsa yo'q, masalan, mana buni shunday ko'chirib keldik, bu tomonga tasavvur qilaylik. Demak, mana bu tomon 15, bu 12 bo'lsa, bu necha bo'ladi? Bu 9 bo'lib qoladi. Asos, endi mana asosimiz necha bo'ladi bizda? 24 bo'lar ekan. Demak, S trapesiya 24 plus 15 taqsim 2 balandlik vazifasini nima bajaryapti? Bu katit bajaryapti mana bu tomon. 12 ga 6 bo'ladigan bo'lsa, 39 ko'paytirilgan 6 54 bo'ladigan bo'lsa, 5 bo'ladigan bo'lsa, 2 ga
Hop, 20 234 bo'lyapti ekan. 234 santimetr ekan. Keyingisi 13. Bizda kvadrat berilibdi bu yerda endi. Kvadrat A, B, C debdi. A, B, C, D. 90 gradusli kvadrat demak, xo'p, bizda mana bunaqa tomonlar berilgan buni endi. Bunaqa ko'rinishda. Demak, mana 1, 2, bu Y, bu 6. Demak, kvadrat tomoni bor, bu tomon 4. 8 bo'lgan bo'lsa, bu tomon 4 demak. Mana bu teng o'rtasida olingan ekan. 4 degan bo'lsa, bu tomon 8. 8. Xo'p. Bundan nimani topsak bo'ladi bizdan hozir so'rayotgan narsa nima bu yerda? YSF. YSF. Shu uch burchakning yuzasini topyapti. Mana shu uch burchak yuzini so'rayapti. Xo'p. Bu 90 gradusmi? 8 kara 4. Mana bu uch burchakning yuzi nimaga teng bo'ladi bizda? 8 kara 4 32 bo'lsa, demak 16 ga teng ekan. 6 kara 4 24 bir 12 ga teng ekan. 2 kara 8 16 bir 8 ga teng ekan. S kvadratning yuzasi degani, mana shu hammasi yuzi deganimi? O'zi S kvadratning yuzi nimaga teng? 64 ga teng. Chunki 8 ga 8 kvadratda. Undan ayirib tashlashim kerak. Hozir men 12 8 16 ni 12 ga 20 36 bo'lyapti. Ayirib tashlaymiz 36 ni. Bu bizda 28 qolyapti. Demak, mana bu S menda 3 burchagim 28 teng bo'lar ekan. Ya'ni S kvadratdan olib tashladik. Qolganlar demak S 3 burchakning yuzasi teng bo'lyapti ekan 28 santimetr kvadratga. Narkir yaxshi yozmay qoldi. Hop, 14. 14-chi rasmda tasvirlangan yana trapetsiya berildi. Demak, A, B, C, D. A, B, C, D trapetsiya berilyapti ekan. ABCD trapetsiya tomoni 6 ga teng, AB'miz 6 ga teng ekan. Bu teng yonli ekan. Teng yonli. Asosi 10 ga teng. Xo'p, o'qiymiz demak. ABC trapetsiya demak, bu yerda AB tomon 6 ga, D'simiz 10 bo'lsa, B burchagi 90 gradus ekan. 90 gradus bo'ldi. DBC deganda. AD BCga teng, AD BCga teng. Xo'p. Demak, trapetsiya qiladigan bo'lsak, mana bitta baland shirinchi bo'lar ekan. Boya ishladik, shunga o'xshash misol qilar ekan. Bu tomon, mana bu tomon demak 2 bo'lib qoladi menda. Bu tomon 2 bo'ladigan bo'lsa, mana bu tomon necha bo'ladi? 10 edi menda. 8 bo'ladigan bo'lsa, balandlik demak. H ilzosi 8 ko'paygan 2 bo'ladigan bo'lsa, bu 4 ga teng. Balandligim 4 ga teng. Xo'p. Menda asos bilan asoslari bor. Trapetsiyani topolaman demak. S trapetsiya demak 6 plus 10 taqsim 2 ko'paytirilgan 4. Trapetsiya 2 bo'ladigan bo'lsa 16 bo'lsa 32 chiqyapti. Ya'ni S trapetsiyamiz bizda yuzasi 32 ga teng ekan. Xo'p, 15-chisi. Rasmda tasvirlangan ABCD trapetsiya berildi. Boshidagi misollar qaytarib kelish boshladi. %90 gradus. Bu Y ekan, Y burchak. Hop. Tepa 2, asos 6.
Trapetsiyani yuzini topyapti ekan. Demak, trapetsiyani yuzasini nima demak? Buni holat qiladigan bo'lsa, demak, a plus b taqsim 2 ko'paygan h yoki bo'lmasam a plus b taqsim 2 ning kvadrati yoki bo'lmasam bu ham h kvadratga tengdir ekan. Hop, s trapetsiyamiz demak bizda bo'lyapti. 6 plus 2 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, 8 taqsim 2 4 bo'ladigan bo'lsa, 4 ning kvadrati bo'ladigan bo'lsa, 16 ekan. Trapetsiyamiz 16 ga teng. 16 santimetr kvadrat. Hop, 16-chi misolimizda. To'g'ri burchak trapetsiya berilyapti endi. Misol ko'rinyaptimi? Hop, mana bunaqa o'tgan burchagi bor. 90 gradus. Mana bunaqa qaytgan joyi ham bor. Hop, endi o'qib ko'ramiz. Rasmda tasvirlangan to'g'ri burchakli trapetsiyaning yuzini topibdi. Bu yerda AY. Mana bu Y, bu A, B, S, D deb ekan. Xo'p, shu narsalar bizda berilyapti. Mana bu 12 ga teng. Bu 6 ga teng. 16-misol. Bu 6 ga teng. Hop, yana qayerga berilyapti? Hop, A ya 6 ga, D yimiz 12 bo'ladigan bo'lsa, demak, mana bu bizda distributsiya ekan. Hop. Sinus alfa deydigan bo'lsam, Z bu yer belgilash kerak, bu yer belgilanmaganmi? Ha, belgilanmagan. Yo'q, X, yo'q, Y belgilab oldim o'zim. Hop. Bu tam B bisimlaydi. Sinus alfa qarshidagi katetning gipotenuzaga nisbati 12 taqsim x. Mana bu yer alfa bo'ladigan bo'lsa, yana qayer alfaga teng bo'ladi bizda? Mana bu 3 burchak uchun ham sinus alfa qarshidagi katetning gipotenuzaga nisbati bo'ladi. Tenglik-ku. Mana bu 90 gradus demak. Qarshida y taqsim x bo'ladi, demak y taqsim x bo'lyapti ekan. Hop, bu yerdan bizda kelib chiqadi, y-imiz ham 12 ga teng ekan. Mana bu ham 12. Ya'ni mana bu yerga bu yer teng. Hop. Teng bo'ladigan bo'lsa 90 graduslik, demak yana qaysidan foydalansak bo'ladi bu yerda? Tangent alfa qo'yishni nima bo'lar ekan? Tangent alfa nima edi? Qarshidagi katetni gipotenuzaga nisbatan demak 12 ni z ga nisbati, bunisidan tangent alfamiz 12 ni b ga nisbati esa b miz ham teng ekan z ga. Mana bu tomondan bu tomonga teng ekan. O ana. Demak, bu ham teng yonli bo'ladigan bo'lsa, zo'r ideyalar kelyapti. Vaqt qo'llash mumkin, qo'llarkamizmi deb o'ylayapman-da. Mana bu yer demak bizda bu 90 gradus. Hop, mana bu 12 da bor. Bu tomondan bor bizda. Mana bu yer demak to'g'rilasak bo'ladi-ya, alfa. O'sha alfa nima ekan? Demak, sinus alfa qarshidagi katetning gipotenuzi bo'lsa, demak 1 taqsim 2 bo'lsa, alfamiz ekan 30 gradusga. Mana alfa 30 gradus, demak betamiz teng ekan 60 gradusga. Demak, men 12 bo'ladigan bo'lsa, qarshidagi katetning gipotenuziga nisbat qiladigan bo'lsa, yopishgan katetning gipotenuziga nisbat qiladigan bo'lsam, tepani mana bu narsani foydalansak 6 lizosi chiqib qoladi deymiz. Cosinus 30 gradus qildik, tepasini gipotenuziga nisbat. Tepani topib oldik. Endi tepani topgan bo'lsak, bu yer 90 gradusmi? Hop, bu yerdan ham qanday foydalanib ketsak bo'ladi demak. Bizda yana qaysilar teng edi? Teng yonli. Mana bu teng yonli, demak bizda hop o'xshash uchburchak qilib turib foydalansak bo'lsa kerak bo'ladi.
Ya'ni mana burchak 60 gradus teng parallel ko'chiradigan bo'lsak buni bunga. Chunki mana bu 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, xo'p. Mana bu tomon nima qiladi endi bu? Ildiz 3 ta 12 ildiz uchib qolyaptimi? 12 ildiz uchib qolyapti. Xo'p, 12 ildiz uchib bo'ladigan bo'lsa, bizda bu hammasi bor-ku. Demak, S trapetsiyamiz 12 ildiz 3 plus 6 ildiz 3 taqsim 2 o'ng balandlik 6 12 18. Xo'p, 18 da demak ildiz 3 ko'paytirilgan 9 bo'lyapti ekan. Xo'p. 9 kare 8. 9 dan demak 20 tasi bo'lardi bizda 180 ildiz 3 bo'ladigan bo'lsa 18 ekan 18 yo'q ekan bunda. 162 bo'ladi. 162 ildiz 3. Yaxshi misol ekan. Yana bir xil tartibda ketdi. Mana bu 17 miz ham oson. Ikkita chunki bizda nima berilyapti 17 da parallelogram berildi. D ga ikkita balandligi berildi. Ya'ni diagonalga tushirilgan balandlik. Buni o'zingizlar harakat qilasiz. Ham oson narsa. Oson chiqadi bu chunki uchburchak qo'shsasak ham bo'ladi buni hozir. Balandlikdan ham kessa bo'ladi, tomondan ham kessa bo'ladi. Buni o'zingizlar harakat qilib ko'rasizlar. 18 dan 19 ni ko'rsak 18 ni ko'raylik. 19 nimaga ko'ramiz deb 19 masalan 19 ni oddiy ishlash mumkin yoki masalan formulaga ishlash mumkin. O'sha formulasini ko'rsatib bermoqchiman 19. Xo'p, bizda A Y B S D berildi. Rasmiy tasvirlangan ABCD deb parallelogramni ABCD parallelogram yuzini topyapti ekan. DH qani? Ha, mana bitta bunaqa tushirilibdi 90 gradus ekan. Bu H ekan. DH 4 ga teng ekan. YH 2 ga teng ekan. HC 6 ga teng ekan. Xo'p. Mana bu yerda bitta men bunaqa tushirsam balandlik. Balandlik emas, tomonga bunaqa tushirsam. Tomonga qaratib bunaqa tushirsak-da, bu nima bo'ladi bizda endi? Parallelogram emas, trapetsiya bo'lib qolyaptimi? Trapetsiya bo'lib qolyapti ekan. Xo'p, trapetsiya bo'ladigan bo'lsa, balandlik bizda bor-a, bu tomon 2 bo'ladigan bo'lsa, bu tomon 6 ga tengda. Menda hozir. Xo'p, 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu uchburchak yuzini topa olamanmi? S uchburchak. Demak, asosni balandlikka ko'paytmasini yarim bo'ladigan bo'lsa, 18 ekan. Endi shartini qo'yamiz demak. Y nuqta parallelogramda demak, xo'p, bular qanaqa burchaklar ekan? Bu yerda demak, xo'p, balandlik tushirildi. Trapetsiyani formasi bor edi bitta. Uni trapetsiya qiladigan bo'lsak, S trapetsiya nimaga teng edi? Ya'ni hozir parallelogram uchun bo'lib qolyapti-da bu endi. Mana bu o'ylab qaraydigan bo'lsa, qani mana trapetsiya bo'lib qoldi-ya. Trapetsiyani fotofor, trapetsiyani formasidan foydalanamiz endi bu yerda. Faqat bizda uchburchak ham bor. Ikkita uchburchak, ikkita trapetsiya bo'lyapti. Yo'q, masalan, ikkita uchburchak. Bu tomonda ham uchburchak bor. S mana bu yerda ham uchburchak bor. Demak, bu ikkita S uchburchakka teng. 2 ko'paygan 18 bo'ladigan bo'lsa, 36 ga teng qolyapti. Ya'ni umumiy bizning parallelogramimizdek. 19-si. 19 juda ham mana shu temadagi barcha misollarning eng oson 19 bo'lsa kerak. Masalan deylik, hozir aytib ketaman buni ham. Ko'rinishi to'g'ri, ko'rinishi juda ham chalkash qiyin misolga o'xshab ko'rinadi. Lekin juda ham oddiy misol. Mana bunaqa tushirilibdi balandlik. Y K keyin mana bunaqa baland tushirilibdi. Bunisi F FM. Endi mana bu yerdan boshlab boshqa misollar. Mana bu yer 2 ga ekan. Bu yer 2 ga. Bu yer 4 ta ekan. Mana bu yer 2 ta ekan.
Bu yerga bir teng ekan demak. Xo'p, yana asoslari 4 ta ka. Mana bu yer kani o'zi 3 ka. Bu 10 ga teng ekan. Xo'p. Bu nima degani? Mana bu yer 2 kami 4 kami. Buni yuzasi nima desa, mana bunga bu ya'ni asoslarni qo'shilgani 6 ta estigani bu. Buniki 4 ta bittami, bu 5 ta estigani. Yuzasi shunga teng bo'lib qolaveradi. 2 ta 3 tami 5 ta estigani bu. Mana buni demak, buni topib qo'ydik demak 5 esimiz teng ekan 10 ga bo'ladiganimiz, esimiz teng ekan ichiga S2 ga teng ekan. Lekin bizda mana shu parallelogram uchun nechta es qatnashyapti bu yerda? 5, 5, 6 va 16 es ekan. Bizdan so'ragansa 16 esni topgan. Menda es nechi? 2. 16 ko'paygan 2 bo'ladigan bo'lsa, bu 32 ga teng ekan. 20 ni o'shaga harakat qilamiz sig'dirishga. Bittadan qoldi. Uni o'chirib boshdan yozib turmaylik. Sig'may qolsa agar, mabodo yo'nalish beraman. A B C D. Xo'p. Bizda berilmayotgan narsa nima? A B C D parallelogram yuzini topib berib DF. DF D burchak bistritsasi ekan. Bistritsasi DF. DF 8 ga teng ekan. Mana bu tomon 6 ga teng ekan. Bu yer 4 ga teng ekan. DF. Bizdan nimani so'rayapti? Parallelogram toping. Men bitta baland tushirsam-da hozir bunaqa, balandlik emas, tomoniga trapeziya qilib tushirib olsam, uchburchak qilib olsam mana shu. Bitta uchburchak bo'ldi va mana bu narsa CF nima edi menda? CF burchak bistritsasimi? C burchakning bistritsalari kesishgan nuqtasi 90 gradus bo'ladi. 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu 6 ga tengmi menda? Bu mana shu uchburchak yuzasi nimaga teng bo'lyapti menda hozir? 4, 8, 12, 12 ko'paytirilgan 6 taqsim 2, 36 bo'ladigan bo'lsa, mana shu 10 parallelogram yuzasi demak ikkita uchburchak deganda 72 ga teng ekan. 72 santimetr kvadrat ekan. Demak, shu yerda tugatamiz bu trapeziyanikini, o'zi 20 ta misol yuboraylik. Undan bittasini ishlamadik. Bu ham masalan necha? 17 ni o'zingizga qoldirdim, chunki oson misol, juda ham oson. Chunki bizda hamma narsa berilganda, hamma tomonlar ham berilgan. Tomon emas, balandliklari berilgan. Ya'ni balandlikka asosga tushadigan balandliklar berilgan. Masalan, mana shuni bu tomon berilgan, bu tomon berilgan. Mana balandlik topish ham oson. Ya'ni tomonni, tushadigan tomonni ko'paytirib, ilizdan chiqarsak, bizdan balandlik beradi. Uchburchak qilib olsak, ikkita uchburchak bo'ladi. Nazar qo'yasizlar, demak, qayerdir kamchilik bo'ladigan bo'lsa, so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi mavzuni endi olamiz. Keyingi mavzumuz bizda qaysi mavzu ekan? Ya'ni aylana, doira, juda qiziqarli mavzu, aylana, doira mavzusi ham eng ko'p tushadigan mavzulardan bittasi. Ya'ni bu mavzuni tengdan ko'p tushadi. Milliy sertifikatga tushadigan savollar bor. O'shalar ham qiziqarli misol, mavzu juda ham, lekin misollar juda ham oddiy, oson ko'rib chiqamiz. Savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozasiz. Agar misolning yozma yechimlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegramda murojaat qilasizlar.